Birinchi fasl. Alloh subhanahu va taolo har asr va davru zamonlarda xalq ichidan bir kishini podshohlikka ko'tarib, unga hunarlar va yoqimli siyratu fazilatlar beradi. Dunyo tinchligi va bandalar oromini qo'liga berib, fasodu oshib eshigini u orqali yopadi. Uning imzo va hashamatini xaloyiq qalbi va ko'zlarida tarqatadi, toki odamlar uning adolati soyasida panoh topib, tinch kun ko'rib, omonlikda uning davlati abadiy bo'lishini tilaydilar. Va agarda Xudo ko'rsatmasin bandalaridan biron bir isyon zohir bo'lsa, shariat ishlariga xavf yo biror zarar toatu haq farmonlariga tegsa, ularga shu podshohdan jazo yetadi, qilgan ishlariga ajr beriladi. Xudo bizga shunday kunlarni ko'rsatmasin, shunday hokimlardan uzoqroq bo'laylik. Bo'lmasa isyon shumligidan odamlarga hasmu hazlon, ya'ni sarsonlik yetib, odil podshohni ham boshlaridan olib tashlaydi. Har xil baloyu qo'zg'olon ko'tarilib, nohaq qon to'kiladi va kimki kuchli bo'lsa, istagan ishini qiladi. Shunda gunohkorlar shu fitna va qon to'kishlarda halok bo'ladilar va olam ulardan tozalanadi. Ammo ularning kasofatlaridan begunoh kishilar ham nobud bo'ladilar. Bunga shunday misol keltirsa bo'ladi. Agarda qamishzorga o't tushsa, quruq narsalar hammasi yonib ketadi va ho'l narsalar ham olov ta'siridan yonib yo'q bo'ladi. Alloh odamlardan bir kishiga qudratini ko'rsatib, davlat va iqbol beradi. Haq taolodan bilim va aql topib, shu bilim bilan qo'l ostidagilardan har birini o'ziga teng biladi. Har biriga martabasiga mos qadr qilib mansab beradi. Xizmatkorlarini xalq orasidan ajratib oladi. Har biriga bir martaba va manzala beradi. Din va dunyo zarurati-yu muhimoti bilan ularni ta'minlaydi. Ra'iyatni muhofazat qiladi, toki uning adli soyasida xaloyiq rohat ila yashab kun ko'rsin. Agarda xizmatkor va yo mahramlaridan birortasi noloyiq ish tutsa-yu, yaxshilikdan tushunib olsa, ishga qayta qo'yish kerak. Agarda hushyor bo'lmasa-yu, yo'lidan qaytmasa, vafo qilmasa, uni boshqa bir loyiq kishiga almashtirish lozim. Ra'iyatdan birortasi ne'mat haqini, omonlik va tinchlik qadrini bilmasa, xiyonat etishni andisha qilib sotqinlik qilsa, nomardlik ko'rsatsa, haddidan oshib ketsa, gunohini bo'yniga qo'yib, yarasha jazo berish, ishdan olish, ulardan voz kechish kerak. Davlatni idora qilish talablaridan yana biri bu chetdan koriz qazib suv keltirish, qishloq-u dalalar obodonligini oshirish, katta ariqlar qazish, qal'alar qurish, shaharlar bino etish, zebo binolaru keng ko'chalar, rabotlar qurdirishdir. Tolibi ilmlar uchun madrasalar ochish ham zarur, chunki bunda shohning nomi abadiy qoladi va uning savobidan mulkida sulhu tinchlik hosil bo'ladi. Alloh qudratidan shu kunlar o'tgan tarixda qoladi va oldingi maliklar hayotlarini bezatadi. Xaloyiqqa hech kimga xalq nasib qilmagan biror bir saodatni hadya qiladi. Xudovandi olam va shahanshohi Muazzamning ota-bobolariga podshohlik va peshvolikni ravo ko'rib, xonadonini hamma vakillarini Afrosiyobdan boshlab yuksaltirib, buyuk tutgan. Olam maliklaridan uzoq bo'lgan karomatlar va buyukliklar bilan uni bezatgan.
Masalan, unga chiroyli husn, yoqimli fe'l-atvor, jasorat, mardlik, aql berdi. Ot minish va har xil aslahalardan foydalanish, har xil hunarlarni bilish, Alloh azza va jalla yaratgan bandalariga rahmu shafqat etish, va'daga vafo qilish, dinga to'g'ri e'tiqod qo'yish, Alloh taologa yaxshi iymon keltirib, unga ko'ngil qo'yish, namoz o'qib, ro'za tutish, din ulamolari, zohidu porsolarni hurmat qilib, ketma-ket darvishu gadolarga sadaqa berish, xizmatkorlar va qo'l ostidagilarga yaxshilik qilish, xalq bilan xursand yashash, raiyatga sitam qiluvchilar sitamini man etish fazilatlarini ato qildi. Shuning uchun Alloh taolo loyiq martabasi va yaxshi e'tiqodiga yarasha unga davlatu mulk berdi. Jahonni unga tobe qildi. Siyosatini hammaga yetkazdi. Olamdagilar unga xiroj beradilar va shuning uchun uning g'azabidan ozoddirlar. Agarda ba'zi xalifalar davrida mulklari biror rivoj va taraqqiy topgan bo'lsa ham, hech qachon ko'ngillari orom topmagan. Hozirgi muborak zamonda Xudoga shukrki, dilida yomon fikri bor va itoatdan bosh tortayotgan biror kishi yo'q. Alloh taolo shu davlatni qiyomatgacha ehtiyot qilsin. Davlat kamolatiga yomon ko'z tegmasin, chunki xaloyiq shu podshoh adilu siyosati soyasida kun kechirib, duoyu xayr qilmoqda. Demak, davlat ahvoli shunday ekan. Davlat u donish va ezgu rasmu odat yorug' shamga o'xshaydi va odamlar shu yorug'likda yo'llarini topib, qorong'ulikdan chiqadilar. Unga biror maslahatchi va yo'lboshchi kerakmas. Xudovand podshoh bandalarini sinamoqchi va ahvol andozasi ila aql va bilimlarini bilmoqchi bo'lib, menga buyurdiki, podshohlarga kerak bo'lgan neku-siyrat fazilatlar va zararli bo'lgan narsalar, hozirda bajarilishi shart bo'lmagan qoidalar, ma'qul va noma'qul ishlar haqida bir kitob yoz. Men ham ko'rganlarim, bilganlarim, eshitganlarim va o'qiganlarimdan eslab turib ushbu kitobni yozdim. Shoh oliy farmonlariga binoan shu bir necha fasl ixtisor qo'li ila yozildi va har fasliga loyiq narsalar kiritilib, ravshan va oson fahm iboralar bilan bitilib, mushkul va qiyin bo'lgan ma'nolardan parhez qilindi, toki o'quvchiga tushunishi oson bo'lsin va Alloh taolo tavfiqi ila oxiriga yetsin.